ko'chada minus 20 gradus. Qadrdonlar, ko'rib turganingizdek, bizni qish payti hozir videoga olyapmiz. Qadrdonlar, hozir ko'rsatiladigan dacham yashil hudud makoni. Men sizlarga bir obzor qildim. Ko'ringlar. O'zining игровой zonalari bor mana bu yerda. O'zining mana bunaqa zелёный zonasi bor. Bu zелёный zonadan tashqari o'zining tri baliqlari bor. Xo'p. Bu yerda o'zining oshxonalari bor. Gir aylantirib bog' qilingan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, spalniyda joylashtiriladigan 4 ta kravat bu yerda. Bu yerda 4 ta kravati bor. Xo'p, ayollar zonasi bor bu yerda. Ko'rib turgan bo'lsangiz, kuxnalar. Xo'p, erkaklar zonasi, bu yerda o'tiradigan joy va o'zining shunaqa shinamgina basseyni bor. Ko'rib turgan bo'lsanglar, Hovantda o'zining PlayStation'i ham bor. Mana qadrdonlar va undan tashqari ko'rib turgan holatinglarda o'zining kichkinagina saunachasi bor. Bu yerda o'zining dushovoyi va bu yerda sauna. Saunaning ichida odamlar o'tirganligi uchun ko'rsatmaymiz. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, izohlarni qoldiringlar va xudo xolasa bu dachani nomerini qo'yib qo'yaman, lokatsiyasini va shu yerga kelib turib dam olishinglarni tavsiya qilaman. Kattakon rahmat.